11-asr oxiriga kelib Yevropada yangi davlatlar shakllandi. Biroq ichki muammolar tobora keskinlashdi. Mayda ritsarlar yerga muhtoj edi, iqtisodiy talablar ortib borardi. Feodal yerlari faqat katta o'g'illarga meros bo'lardi. Minglab kichik ritsarlar esa daromadsiz, maqsadsiz qolib ketdi. Yirik feodallar uchun esa bu ritsarlarning ortiqcha nizolari xavf tug'dirardi. Ularning energiyasini tashqariga, sharqqa yo'naltirish eng qulay yo'l edi. Bu paytda sharqda ham siyosiy bo'shliq yuzaga kelgan edi. Arab xalifaligi zaiflashgan, Vizantiya esa shimol va g'arb tomonidan bosqinlar ostida qolgan edi. Eng katta xavf Saljuq turklar edi. 1071-yil Mansker jangida Vizantiya qo'shini tormor qilindi. Aleksey Komning xat yozib, papaga va g'arb hukmdorlariga murojaat qilaman. Sharq xavf ostida. Konstantinopol yoqasiga kelgan Saljuq bosqiniga qarshi yordam zarur. Vizantiya imperatori yordam so'radi. Garchi 1054-yilda Sharq va G'arb cherkovlari butunlay ajralgan bo'lsa-da, Komin siyosiy maqsadda birlikni qayta tiklashga ham tayyor edi. Papa Urban II: Xudo yo'lida qurol ko'taring. Quddusni ozod qiling. Sharqda sizni yangi yerlar, boylik va najot kutmoqda. Papa bu murojaatni katta imkoniyat deb bildi. U cherkov ta'sirini kuchaytirishni, Yevropa ritsarlarining ichki urushlardan chalg'ishini istardi. Sharqdagi siyosiy bo'shliq, Yevropadagi iqtisodiy bosim va diniy shiorlar, bularning barchasi salib yurishlariga asos yaratdi. Shu tariqa 11-asr oxirida Yevropaning ichki muammolari, feodallar orasidagi keskin ijtimoiy-siyosiy ziddiyatlar, Sharqning zaiflashgan siyosiy holati va cherkovning diniy da'vati barchasi birlashib, tarixdagi eng yirik harbiy harakatlardan biri, salib yurishlarini boshlab berdi. 11-asr oxiri, 12-asr boshida salib yurishlarining eng muhim ijtimoiy masalalardan biri dehqonlar masalasi edi. Dastlabki yurishlarda dehqonlar sharqqa bajonidil yo'l olishdi. Ularni 3 omil undardi: krepostnoy qaramlikdan qochish, qarzlardan qutulish va sharqda yer olish umidi. Ammo dehqonlarning geografik tasavvuri xayoliy edi. Ular qanday uzoq hududlarga ketayotganini, qanday sharoit kutayotganini bilmasdi. Natijada 10 minglab odamlar tug'ilgan joylarini tashlab, uzoq va noma'lum yurtlarga yo'l oldilar. Ularning ko'pchiligi yo'llarda halok bo'ldi. Tirik qolganlar esa sharqda ochlik va qashshoqlikda sarson bo'ldi. Monarx baland ovozda: Sharqqa yo'l oling. O'sha yerda Xudo sizga yangi hayot, ozodlik va najot beradi. Ko'plab monarxlar va sayyor voizlar dehqonlar orasida faol targ'ibot olib borishdi. Ular dehqonlarni xayrli jihodga qo'shilishga chaqirgan bo'lsalar, feodallar esa buni o'z manfaatlariga ko'ra qo'llab-quvvatladi. Tovar-pul munosabatlari kuchaygan, feodal bosimi ortgan bir davrda dehqonlar qo'zg'oloni xavfi juda oshgan edi. Dehqonlarni sharqqa yuborish hukmron sinfni ana shu xavfdan qutqarardi. Shu bois feodallar ularga yo'l ochib berishdi. Dehqonlar ketdi, ichki bosim yumshadi. Dastlabki 2 salib yurishida dehqonlar asosiy ommaviy kuch bo'ldilar. Ammo vaqt o'tib, ular yurishlarining asl maqsadini anglay boshladilar. Sharqda ularga yer emas, o'lim kutayotganini, bu yurishlar esa feodallar uchun boylik izlash vositasi ekanini ko'rib yetdilar. Shu bois 3-salib yurishidan boshlab dehqonlar ishtirok etmay qo'ydi. Endi yurishlarda faqat feodallar, qirollar, baronlar va ritsarlar qatnashadigan bo'ldi. Yevropa qirollari va baronlarining maqsadlari endi ochiq-oydin edi. Ular Arab sharqi va Vizantiya hududlarida yangi feodal davlatlar barpo etishni rejalashtirdilar. Quddus masalasi ularga faqat mafkuraviy shior edi. Asosiy maqsad iqtisodiy va siyosiy nazorat edi. Salib yurishlarida faol qatnashgan yana bir kuch Italiya shaharlari, ayniqsa Genuya va Venetsiya edi. Ularning qudratli flotlari salibchilarni sharqqa tashidi, oziq-ovqat bilan ta'minladi. Genuya va Venetsiya bosib olingan hududlarning portlari va bozorlarini o'z qo'liga olishga intildi. Sharq bozorlarini monopoliyaga aylantirish ularning asosiy maqsadi edi. Biroq shunga qaramay, shaharlar salib yurishdagi bosh harakatlantiruvchi kuch emas, ular faqat iqtisodiy foyda ko'ruvchi taraf bo'lishdi. Shu tariqa salib yurishlarining dastlabki bosqichida dehqonlarning ishtiroki ularni ozodlikka emas, yana bir bor fojia tomon yetakladi. Feodallar esa dehqon ommasini sharqqa yuborish orqali o'z ichki muammolarini hal qildilar. Keyingi yurishlar esa to'liq davlatlar va yirik feodallar o'rtasidagi siyosiy va iqtisodiy raqobat maydoniga aylandi.11-asr oxiriga kelib katolik cherkovi salib yurishlarini muqaddas urush deb e'lon qildi.
Bu urushlar cherkov uchun nafaqat diniy, balki siyosiy va iqtisodiy jihatdan ham ulkan imkoniyatlar yaratardi. Papalikka ayni shu davrda qudratning cho'qqisiga chiqqan edi. Papa dunyoviy hokimiyat bilan kurashda hatto imperatorning o'zini ham bir necha bor mag'lub etdi. Endi u Yevropaning bo'lingan feodallarni yagona maqsad, sharqqa yurish atrofida birlashtirishni ko'zlardi. Salib yurishlari papalikka 3 yo'nalishda foyda keltirishi mumkin edi. Yevropa feodallarni siyosiy jihatdan o'z nazorati ostida birlashtirish. Sharqiy pravoslav cherkovini Rimga bo'ysundirish, 1054-yilga bo'linishni bekor qilish istagi. Musulmon olamida missionerlikni kengaytirish, boy ikonalar va muqaddas relikviyalarni qo'lga kiritish. Ey nasroniylar! Iso Masih yotgan muqaddas qabr dushmanlar qo'lida. Falastin yerini kufr zulmidan xalos qilish vaqti keldi. Sharqqa yo'l oling, Xudo siz bilan. Sizning gunohlaringiz kechiriladi, oilalaringiz himoya ostida bo'ladi. Urban II-ning da'vati minglab ritsarlar qalbida yo'l alangasini uyg'otdi. Ammo bu yig'in rasmiy e'lon bo'lgan bo'lsa-da, aslida tayyorgarlik bundan ancha avval boshlangan. Ritsarlar orasida keng targ'ibot olib borilgan edi. Rasmiy jihatdan salib yurishlari diniy urush sifatida e'lon qilindi, xristianlikning islomga qarshi kurashi sifatida. Biroq haqiqat bundan keskin farq qilar edi. Aslida bu feodal Yevropaning sharqda olib borgan bosqinchilik yurishlari edi. Yevropalik baronlar va ritsarlar Suriyada, Falastinda, Misrda, Bolqonda va Kiprda katta-katta bekliklar va qirolliklar barpo etdilar. Mahalliy aholi esa yangi soliq to'lovchisiga aylandi. Salib yurishlarda faqat ritsarlar emas, oddiy xalq, dehqonlar, hunarmandlar, hatto ayollar va bolalar ham qatnashdilar. Bu yurishlar Yevropada go'yo ulkan xalqning joyidan qo'zg'alishi, buyuk hijrat kabi ko'rildi. Ular Falastinda ozodlik, yer, boylik yoki muqaddas savob topaman deb o'ylashdi. Aslida esa ularning ko'pchiligini ochlik, o'lim va qashshoqlik kutar edi. Shu tariqa, Papa Urban II tomonidan boshlangan salib yurishlari bir tomondan diniy shior ostida olib borilgan bo'lsa, aslida esa siyosiy, iqtisodiy va harbiy mustamlakachilik maqsadlariga xizmat qilgan edi. Bu harakat o'rta asr Yevropasining ichki muammolari va sharqdagi o'zgarishlar bilan bog'liq eng yirik tarixiy jarayonlardan biri bo'lib qoldi.